Bugun milliy libosda kiyganligim meni qalbimga bir o'zgacha kayfiyat, o'zgacha milliy shukuh bag'ishladi. Bugun shunday bir holat bo'ldiki, o'tgan kunlarni esladim. Rahmatli onam hech qachon milliy libossiz bosh yalang yurganligini eslolmayman. Doimo hatto biz ham dasturxon atrofida o'tirganimizda liboslarimiz o'zbekona bo'lgan. Bugun biz mana shunday qadriyatlarni tiklar ekanmiz. Har birimiz qalbimizda milliy qadriyatlarimizga hurmat, izzat shakllanishini, ayniqsa yoshlarimizga ming yillik qadriyatlarimizni asrab-avaylash tuyg'ularini shakllantirayotganligimiz albatta bugun kunning dolzarb masalasi deb bilaman. Bugun mamlakatimiz bo'ylab milliy libosni targ'ib qiluvchi turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Xususan, haftaning juma kunlari korxona va tashkilotlarida xodimlarning milliy liboslarga kelishi an'anaga aylanyapti. Davlat tashkilotlari o'rtasida, korxonalar o'rtasida, ta'lim muassasalarida boshlanganiga qisqa vaqt bo'lishiga qaramasdan, tashkilotlarimiz o'rtasida, shahrimiz faollari o'rtasida, bozorlarda, turli ko'chalarda, sayrgohlarda xalqimizning madaniyatiga aylana boshladi.